Kimyo sanoatiga yana 9,5 milliard dollar ajratiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kimyo sanoatidagi yirik investitsiya loyihalari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Tarmoqni yangi strategiya asosida rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va eksportni kengaytirish vazifalari belgilandi. Joriy yilda kimyo mahsulotlari eksportini 720 million dollarga yetkazish rejalashtirilmoqda. Qishloq xo'jaligi uchun 1,12 million tonna azotli, 135 ming tonna fosforli va 222 ming tonna kaliyli o'g'it ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. 2026-yilda umumiy qiymati 9,5 milliard dollar bo'lgan 133 ta loyiha amalga oshiriladi. Shundan 24 ta strategik loyiha doirasida 1,3 milliard dollar investitsiya o'zlashtirilib, 7 ta yangi ishlab chiqarish quvvati ishga tushiriladi. Shuningdek, Janubiy Koreya kompaniyalari bilan hamkorlikda kimyo texnologiya innovatsiya markazi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Bu markaz gaz va ko'mir kimyosi, katalizatorlar, nano va kompozit materiallar bo'yicha Markaziy Osiyodagi yagona ilmiy markaz bo'lishi kutilmoqda.